haqiqati video juda qo'rqinchli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 18 yoshga to'lmagan va qiz bolalar ko'rayotgan bo'lsa, iltimos videoni tark etinglar. O'yinchi odatdagidek shaxtaga ko'mir qazishga kelayotgan edi va u ko'mir qazishni boshladi va bu yerdan bir nechta narsalarni olib ketmoqchi edi. U ko'mir qazyapti odatdagidek, lekin orqasida kimnidir qoni to'kilganini ko'rib qoldi. Bu yerda kimdir bor va bu qon kimniki? Bu yerda kimdir o'lganmi degan savollar meni boshimni qotiryapti. Xo'sh, hammaga assalomu alaykum do'stlarim. Sizlar bilan men Yoshi 7. Xullas, biz videoni boshladik. O'yinchi qo'rqib ketib, sirazi bu yerdan ketishga va uyiga qaytishga qaror qildi. Va u odatdagidek uyiga yugurdi. Uyi juda ham uzoqda ekan, bu birinchi qanada va yugur. Uyiga ketyapti. Ana uyi. Oh, uni she'rlari ham juda ham chiroyli, ajoyib. Xo'sh, u uyiga ketyapti va uyda hech narsa bo'lgani yo'q edi. Xuddi bilmadim aka. Xo'sh, u uyga kelgandan keyin eshikni ochdi va eshikda kimdir yozuv qoldirgan edi. Bu yozuvni tarjimasi mana ekraningizda chiqdi. Qon to'kilishi kerak deb yozilgan edi. O'yinchi buni yozuvni ko'rgandan keyin juda qo'rqib ketdi va bu yozuvni va qonni olib tashlashga qaror qildi. Yozuvni olib tashladi, lekin qonni ham olib tashlaydi degan umiddaman. Qonni ham olyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yozuv qon to'kilishi kerak. O'yinchi bu yozuvni ko'rib tushunmay qoldi. Juda g'alati, bu mirda, bu dunyoda u yolg'iz emas edi. U bilan yana kimdir bor edi. Lekin u kim? Nega bu yozuvlarni qo'yapti? Nega o'yinchini bu kuzatyapti? O'yinchi qo'ylariga ovqat bermoqda. Bu mirda yolg'iz u emas edi. Bilan yana kimdir bor, akalarim, do'stlarim. U uyiga qaytib kirdi va narsalarini sandiqqa soldi va pechga ham aniq qildi. Va u ko'chaga chiqsa yana qon. Bu juda ham shubhali. Kim bu yerga qon qoldiryapti? Kimdir bu yerda o'lganmi yoki bu mir la'natlanganmi? To'g'ri, bu mir la'natlanganga o'xshaydi. Ko'ryapsizlarmi? U ekinlarni ekmoqda. Ana. Lekin akalar besh ketdim, Shedri zo'r aka. Shedriga gap bo'lishi mumkin emas qani. U yo'lni davom etdi va uyga kirmoqda, lekin u qo'rqmoqda yana nimadir bo'lishidan. Lekin hech narsa bo'lmadi. Qo'rqma bratishka, yoningda men borman-ku deyman. Xo'sh akalar, u uyga kirdi va yana bitta yozuv. Bunda yozilishicha bo'ron hamma narsani ko'radi deb yozilgan. O'yinchi buni yana tushunmadi va qo'rqib ketdi. Shunda ishini ochib yopgandan keyin yozuv yo'qolib qoldi. Bu juda ham shubhali edi. Buni kim qilyapti? Uni kim kuzatyapti? Yoki bu mirda do'sti unga prank qilyaptimi degan menga kalam kelyapti bu savollar. Yo'q, prank qilmayapti hech kim. Bu dunyoda kimdir bor, akalar. Bu dunyoda kimdir bor va unga bu ishlarni qilyapti. Uni bo'ron kuzatyapti. Qoyil. Mir Minecraft odatdagidek ishlayapti, qotmayapti. Shaderlar ham yaxshi. Lekin bunaqa yozuvlarni kim qoldiryapti? Kim? Meni savollarimga shu kerakdi. Qoyil, uyda hech narsa, hammasi toza. Lekin yana eshikni ochsa, lekin bu yozuvda esa qizil yomg'ir yog'ganida hech qaysi jonzot tirik qolmaydi. Qizil yomg'ir. O'yinchi hayron qoldi. Qizim yomg'ir nima? Qizil yomg'ir yoqishi uchun men nima qilishim kerak degan savollar berdi o'ziga. Qizil yomg'ir yoqqanda hech bir jonzot tirik qolmaydi, hatto o'zi ham tirik qolmas ekan. Lekin Minecraft tarixida qizil yomg'ir bo'lmagan-ku. Boshimga shu savollar kelmoqda. Minecraft tarixida qizil yomg'ir bo'lgan. U qo'ylariga ovqat berdi. Qizil yomg'ir. Bu juda g'alati. U uyiga yana qaytib kirdi va sandiqni ko'rdi. U qo'rqib ketdi. Buni kim qilyapti degan savol keldi boshiga. Ochib ko'rdi, kitob bor ekan. Kitobda esa yozuv.
keyin yozuvni o'qishgacha kechirasiz. Bu yerda tarjimasini qo'yib qo'yganim yo'q. Uzr so'rayman, tarjimasini o'zim sizga tarjima qilib beraman. Aytishicha, bu kitobdagi yozuvda kimnidir qurbon qilsa, hayvonlardan kimnidir qurbon qilsa, qizil yomg'ir yog'ar ekan. O'yinchi bu yozuvni, bu kitobni qo'rqib uni ko'mib qo'ydi, lekin buni foydasi yo'q edi. Kimnidir qurbon qilish kerak edi. Kimni? Lekin u qo'ylarini qurbon qilishga qaror qildi, lekin qo'ylarni qurbon qilsa bo'larmikan? Va u to'rida qurbon qiladigan joyini ko'rib qoldi, lekin buni kim qurdi degan. Buni kim qurdi rostdan akalar? Kim qurdi? Rost bu yerda kimdir bor, lekin u kim? Uni kim qurdi? Va o'yinchi qo'ylardan birini u yerga olib borib o'ldirishga qaror qildi. U yerda agar qon to'ksa, qizil yomg'ir yog'adi. Bu aholi juda ham shubhali. Qonli yomg'ir akalar, qonli yomg'ir. Qonli yomg'ir emas, men buni qizil yomg'ir deb atayman. Qizil yomg'ir yoqqandan keyin hech bir jonzot tirik qolmas edi. O'yinchi qo'yini qurbon qilishga ahd qildi. Lekin nima uchun? Ahmoq, sen nimalar qilyapsan? Dovdir, qo'yini qurbon qilma, so'tak. Axir qo'yini qurbon qilsang, qonli yomg'ir yog'adi. O'yinchi jinni bo'lib qo'yini qurbon qildi, ana ko'ryapmiz. Plus, chaqmoq chaqdi akalar. Chaqmoq chaqdi va nimadirlar bo'lyapti. Minecraft bug bo'lib qoldimi? Ana o'yinchi katta xato qildi. Qizil yomg'ir, qonli yomg'ir yog'di. O'yinchi akalar, bunaqalar qizil yomg'ir Minecraft tarixida bo'lmagan edi. O'yinchi katta xato qildi va uyiga qaytmoqchi edi. Hech narsa bo'lmagan uyda, hamma narsa qizil edi, lekin grafikasi yomon zo'r ekan. Meni fikrimcha, o'sha qurbon qilingan joyni, kimdir qurib ketgan joyni, o'sha joyni yo'q qilish kerak. Hammasini ortiga qaytarish kerak bu yerni, lekin bu yerni ortga qaytarib bo'lmas edi. Minecraftdan chiqib ham, bu yerni o'chirib olib ham baribir bu yer ortga qaytmas edi. Hamma yoq qizil edi. Bu o'yinchi ahmoq bo'lib yana bitta qo'yni qurbon qilishga qaror qildi, yana o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin foydasi yo'q edi. Yana bitta qo'yni qurbon qilsa, bu yanada yomonlashardi bu hodisa. Bu yerni kimdir boshqarayotgan edi. Bu odam yolg'iz emas edi. Va bu fakellarni olib tashladi. Lekin bu yerda kimdir bor. To'g'risi bu o'yinchi katta xato qilyapti, lekin yana bitta qo'yni qurbon qilib vaziyatni yana yomonlashtirdi, chigallashtirdi vaziyatni. Vaziyat yana yomonlashdi. Endi chaqmoq va yomg'ir